Açıqsını muvafiq iste'mol qilib berish, qondagi uch yuqorini tuvallatib, qon meyi o'rlab ketish, qonning yepishqoqligi o'rlab ketish, jigarni may qoplab ketish, qon besimi, tajisimon yurak kasali va meni qon tomir to'silishining unumli oldini oladi. Açıq su ishlatgan materialning o'xshamasligiga asosan kepakning achchiq suvi, qo'noqning achchiq suvi, olma achchiq suvi, sirka achchiq suvi bir necha xil turlarga ayriladigan bo'lib, mayli qaysi xil materialdan ishlangan achchiq suv bo'lishidan qat'iy nazar, Uyg'ur tibobatining sudini ichish roliga ega bo'lgan bir xususiyatga ega ozuqliq hisoblanadi. Kepak achchiq suvi qondagi may yuqorlarga intayin muvofiq keladi. Olma achchiq suvi tajisimon arteriya botqsimon qatqan do'stlarga muvofiq keladi. Qo'noq achchiq suvi qondagi yepishqoqlik ortib ketgan do'stlarga ajoyib yaxshi yoqadi. Bulardan boshqa mushu g'orabdan elingan achchiq suv qon besimi o'rlab ketishning unumli oldini oladi. Do'stlar, achchiq suv uzoq yillik iste'mol madaniyatimiz jihatda bizga o'zgacha ta'mi bilan taom lazzati berib qolmasdan xalqimizning sog'lomligini saqlashda intayin muhim rol o'ynadi. O'g'avolni achchiq suv qattiq buzyotidi degan nachar ideyani tashlab, mijozingizga beqib ozuqlaning. Agar qon mijoz, safra mijoz, issiqchan bo'lsangiz, achchiq suv butun badaningizni quvvatlaydi. Buyrugingizni